Namangan shahar Bobur bog'ini oldida turibman. Bobur bog'ini oldida, voy, ichida ham hojatxona yo'q ekan. Voy dod, endi nima qilamiz? Voy dod. Namangan shahar Bobur bog'idamiz. Ya'ni gullar festivali boshlangan joydamiz. Bu Bobur bog'i to'g'risida hojatxonasi yo'q deb video chiqibdi. Menga ham qiziq, qani nechta hojatxonasi bor ekan? Ko'rib chiqamiz bo'larida. Mana shu hojatxona to'g'risida bitta-ikkita g'alamusli video chiqarishdi. Mana bu hojatxona bo'ladi. Ko'raveringlar. Imini o'sha Namanganda Bobur parkda turibmiz. Hayotdagi hojatxonalarni ko'rsatib, Namanganning obro'sini yerga urishmoqchi bo'lishibdi. Hattoki ayollarga ham alohida va nogironlarga ham alohida joylar bor bu yerda. Hech qanaqa bu yerda hattoki dushlargacha bor. Hayotdagi hojatxonalarni ko'rsatib, g'alamuslik qilmadi unaqa. Bu yerda hammasi joyida, hojatxonalar yetarli. Xohlaganlarcha kirib chiqishaveradi, mehmonlar ham, boshqalar ham. O'sha kun to'g'ri festival boshlanguncha biroz bekib turgan, chunki hamma yog'i iflos qilmasligi uchun bekib turgan. Mehmonlar ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Intervyu qilib, boshqa qilib, Namangan obro'sini tushirish sizlarga emas. Mana ko'ringlar. Bobur bog'ini o'tdastamiz. Hozir yana boshqa joylarni ham ko'rsatib beraman sizlarga. Mana bu ikkinchi joy, hojatxona. Bor, yo'q deyish kerak. Bu yerda ham mana nogironlarga alohida va to'g'rilarga alohida uyat bo'lsa ham ko'rsataman bu narsani. Sababi bu g'alamuslar juda ham ko'p. Ayollarga alohida, erkaklarga alohida. Hamma yo'q. Chotki, unaqa musulxona emas bu hojatxonalar. Bu ikkinchisi. Mana bu uchinchi hojatxona. Mana bu erkaklarniki. Hamma narsa, hamma sharoitlar bor. Suv, hamma narsa bor. Bor. Tozalikka rioya qilishgan. Endi ayollar tomonidan olmaymiz. Ya endi ayollar turibdi-yu u yoqda. Hattoki jivoy olyapman. Hojatxonada yozib ham qo'yilgandi. Targa qilib, mana bu oshxonani alohida hojatxonasi bor. Mana shu hojatxonani mana shu gullar festivali uchun imini qilishgan. Parkdamiz. Hammasini ko'rsatib chiqishimiz kerak. Ayollarga alohida, erkaklarga alohida mana bu yerdan qisib qo'yishgan. Mana belgilargacha bor. Nahotki mana shu hojatxonani ko'rishmagan bo'lsa-ya, mana parkka o'tdastamiz-da. Umuman muammo yo'q. Mana yana bitta hojatxonaga keldik. Strelkalar bilan parkka o'tdastamiz hozir. Bobur bog'ini, shu Namangandagi mana bu yerda hojatxona bor. Ko'rinadi, hammaga ko'rinadi bu narsada. Xotirjam olinadi. Yo'q, ayollarniki ekan, ayollarga kirmaymiz. Kela aka tishlaymi? Tishlay aka. Assalomu alaykum. Xizmat aka. Va shu bog'da hojatxona to'g'risida video chiqibdi. Shuning uchun tozamasini videoga oldirdim. Maylimi bo'lsa? Tozaligini ko'ring aka. Kakras kerak aka bizga. Bo'ldi aka, nima xizmat? Mana hamma narsa bor, issiq, sovuq suv, hatto sigara chekish mumkin emas ekan bu yerda. Aka, sizga bitta xizmatki. Xo'p. Mana shu eshikni bekitib qo'yishgan. Qayerda eshik bor bu yerda? Mana eshik bor aka. Ha. Degan mehmonlarimiz umuman kira olmaydi aka. Simlab tashlashgan. Ha. O'shaqda bizga xod ochib berishsa, bitta xodim qo'yib qo'ysa, bizdan kirganlar mana kirib turadi. Ha. Bo'ldi aka, uni ham aytamiz. Tozalikda o'tam yo'g'i chista ko'raverasiz. Mana bu tomonda ham hatto ayollar, erkaklarda yozib qo'yilgan ekan. Shundoq hojatxonani ko'rishmasa agar hayron qolasan-da. Iskerlar salqi, filtrlar ko'p qo'yilgan. Issiq suv aristonlar hamma narsa bor. Tozalik yaxshi aka. Hatto hamma narsaga rioya qilingan. Holatda. Aristonlar ham bor. Atkan hamma narsalarni qilib qo'yildi aka. Chotki bundan olib turgan nima kerak deysizda? Ko'rsatishga majburimiz. Nima bo'lsa ham. Chunki
Namangan negativlarini bildirib, g'alamuslik qilganlar negativ bilan mandan o'tmaydi. Birinchi bo'lib agar Namanganda kamchilik bo'lgan bo'lsa, men o'zim olib chiqaman-da. O'zim bu narsalarga qarshi turaman. Sizlardan ham aqllilar bor-da bu yerda-da. Siz shunaqa ham aqlli ekansizlar, sizlardan ham aqllilar bor. Bu 4-chisimi, 5-chisi menga qarashmab ketdim. Ko'pligidan. Nahotki ishlarni ko'rishmagan bo'lsa, nega endi hammasini olishga bilan olishmaydi? Mana bu katta ko'cha. Namangan shahar Bobur bog'ini oldida turibman. Bobur bog'ini oldida, voy, ichida ham hojatxona yo'q ekan. Voy dod, endi nima qilamiz? Voy dod. Va aqlli chiqargan videoyini ko'rdim. Mana bu joy bor-ku. Nima joy deb o'ylaysan? Mana men o'sha joyga keldim-da. Bu jamoat hojatxonasi emas-ku. Nega ikki tomonlama o'rganmading? Bir tomonlama o'rganding. Bu joy mana bu ko'p qavatli uylardan tushadigan musor yig'adigan joy. Hech qanaqa bir jamoat hojatxonasi emas. Jamoat hojatxonasi ichkarida. Negativ chiqarishi men ham bilaman. Men o'zim Namanganda kamchilik bo'lsa chiqaradigan insonman. Sen bo'lsa aqlli qilib bitta like uchun, boshqa uchun negativ uribsan-da. Urvo yaxshilar. Aqlli. Baddenni o'sha musorxona uchun qilingan joy bu yer. Hech qanaqa bu yer jamoat joy emas. O'sha kuni bilmayman, kelgan mehmonlar ham qayergadir kirib olishgandi. Bu joy hech qanaqa bog'ga ham tegishli emas, na boshqa ham emas. Bu addenni o'sha musorxonaga, ya'ni mana bu ko'p qavatli uylardan tushadigan musorxona. O'sha to'planib, bu yerdan musor olib ketishadi. Bu hech qanaqa hojatxona emas bu. G'alamuslar o'zingizcha o'rganinglar. Ikki tomonlama o'rganinglar. Hech qanaqa bir tomonlama o'rganmanglar. Yana bittasi chiqib o'tdi-ku o'zicha. O'zidan jurnalist yasab olib. Namangan gullarni isrof qilyapti deb. O'sha insonga aytaman-da, agar haqiqiy jurnalist bo'lsang, kelib o'rganarding. Ikki tomonlama o'rganarding. Ko'zing bilan ko'rarding. Ular hammasi men senga hozir ko'rsataman-da. U gullar, mashinadagi gullar hammasi sun'iy bo'ladi. Bizda ham bilamiz. Sandan ham katta aqlli miyalar bor, kallalar bor. Mana bunaqa sun'iy gullar. Mashinadagilar ham. Mana bu yerga kirgan gullar hammasi. Ko'rib. Bu bog' emas, bu bog'ich emas, bu katta yo'llar, bu tomoni, bu tashkilot bu. Tashkilot oldi ham xuddi mana shunday yastiradi bizda. O'zingdan jurnalist yasab olib, bidir qilib, o'zingdan bir nimadan olib chiqib, like uchun va boshqa uchun nimadir yasayapmi? Ko'rinib turgan bu joyimiz musofa iqlim masalalar cheklangan jamiyatiga qarashli shu hududda joylashgan aholidan hosil bo'ladigan kunlik maishiy chiqindilarni vaqtincha yig'ish joyi hisoblanib, bu yerdagi hojatxona va dushlar bu o'sha shu yerda ishlovchi xodimlar uchun yaratilgan sharoit hisoblanib, bu yerda faqat shu ishlovchi xodimlar uchun xizmat qiladi bular. Bu jamoat hojatxonasi sifatida foydalanilmaydi, foydalanish mumkin emas. Shu hozirda shu maqsadda foydalaniladi.